Zodi qandaq onalar ulug'. Yaqinqi yillarda she'r qo'shiqlarda, sahna ekranlarda onalar ulug'. Jahonda eng ulug' inson ona. Ona hammadan ulug' deganga o'xshash ta'rif va madhiya so'zlari xeyli keng omumlashib qoldi. Buning turtkisida kishilar bu so'zlarni doim degudek iste'mol qiladigan bo'ldi. Kishilar onalarni nima uchun bundoq qora qo'yib ulug'laydi? Meningcha ular umuman bundoq qaraydi. Onalar 9 oy 9 kun qo'saq ko'tirib bola tug'idi, ya'ni emitadi, bolani parvishlab cho'ng qiladi. Shuning uchun onalar ulug', onalar ulug'lashga tegishli insonlar. Qaramoqqa onalarni bundoq ulug'lashning ma'lum asosi bordek qiladi. Ammo onalarni mushu o'lcham, mushu shartlar bo'yicha ulug'lashga to'g'ri kelsa, bundoq ulug'lash tushunchasidan kam deganda bundoq 4 turlik ziddiyatlik fikr tug'iladi. Birinchi, onalar ulug' bo'lsa, dadalar ulug' emasmikan? Shubhisizki, bu bir o'rinsiz talash tortishni paydo qilishdir. Bilish lozimki, har qanday millatning ayollari ulug'liq martabasiga ega bo'lib, erlari uning aksicha bo'ladigan ahvol mavjud emas. Ulug'liq odamning jinsi, yashi, nasabi, millati asos qilinib ayriladigan masala emas. Shuningdek, onalarning ulug'liqi qandaqdir uchar qanotlardan jon-jonvorlargacha bo'lgan butkul jonliqlar dunyosidagi kishi jinsliqlarga o'rtaq bo'lgan tug'ish, beqish, himoyasiga elish, asrash, parvish qilishdek jarayon bilan cheklansa kifoyalanmaydi. Onalarning orasidami ulug' onalar bor, dadalarning orasidami ulug' dadalar bor. Hargizmi ularning hammasi ulug' emas. Onalarni ulug'lab ajoyib fasohatli misralarni tuzgan, onalarni madhiyalab naqsh qo'shiqlarni o'qigan vaqtimizda biz bundoq hayajonli hissiyotning qandoq haqiqatni o'lcham qilishi lozimligini unutib qolmasligimiz kerak. Haqiqiy ulug'liq bola tug'ish bilan emas, balki ulug' ideyani, ulug' nishonni tug'ish bilan xarakterlanadi. Haqiqiy ulug' ona qiyin tanlashlarga to'g'ri kelganda to'g'ri yo'l topalaydigan aql farosati bilan avlodlarining baxt saodati uchun ikkilanmay yo'l ochib olg'a ilgirlayalaydigan jangovar ruhi bilan kishini aymandiradigan va qoyil qiladigan pokligi bilan o'snigi mangu o'zgarmas latofat qo'shadigan fazilati bilan yemirilmas qo'rg'andek e'tiqodi bilan ulug' bo'ladi. Birli jumlaga yig'inchoqlaganda mayli er, mayli ayol, mayli dada, mayli onaga nisbatan bo'lsin, ulug'liqning eng oliy sharti xalqchillik. Qanchaki vatanparvar, millatparvar odam bo'lsa, shuncha ulug' bo'ladi. Mushundaq shartni hozirlagan ona emas, balki emik ona bo'lsa-mu o'xshashla ulug' hisoblanadi. Agar onalar qarg'ulachi holda ulug'lansa, yoki ularning ulug'ligi bola tug'ish, emitish, cho'ng qilish qila bog'lab qo'yilsa, onalarning mas'uliyat ingi ojizlab, o'ziga qo'yadigan talab tavallab bexudlashib ketish ahvoli ko'riladi. Chunki onalarning bir minutmi astin chiqamaydigan mas'uliyati oila va millatning kelajagiga bo'lgan bolalarni jafoliq ajr, durust tarbiya bilan o'z taqdirini o'z qo'lida tutib tura oladigan yaramliq izbasarlarga, ona vatanning da'vatiga quloq soladigan, uni amalga oshirish qo'yida fidokorlik ko'rsatadigan azimatlarga aylantirishda ifodalanadi. Balzacning millatning kelajagi onalarning qo'lida degan mashhur so'zi dal onalarning mushundoq sharafli mas'uliyatini ado qila olishi yoki ado qilinmasligiga qarata aytilgan. Onalarni ulug'lashda o'lcham hisoblanadigan yuqorqi shart va mas'uliyat eng nazardan soqit qilinib, ulug' degan sifatni farzand yuzi ko'rganlikka onaga ato qilaverish
bir millatning qimmat tarozisining mujmallashganligining ifodasi. Agar onalar qari qo'yiq ulug'lanib, ularga bir taraflama holda madhiya o'qilaversa, onalar orasidagi o'zini tonish ingi texi yetarlik o'yg'onmagan millionlagan nodon onalar xato ilhomlantirilib, oilada erlari bilan martaba va barobarlik da'vosi qiladigan oqibat ulg'uyib ketadi. Agar buningga ayollar huquqda barobar degan qonun tashviqotini xato tushunib, uni izchillashtirishga, hamma ishda tatbiqlashga urinish xohish qo'shilsa, oiladan iborat imoratga ishchidan daz ketishga boshlaydi. Aniqki, bir oiladagi barliq a'zolar o'ttirisida o'zaro talab qiladigan huquq, ado qiladigan majburiyat mavjud. Oila a'zolari o'ttirisidagi bu xil huquq va majburiyat qonuniyatdan iborat muqaddas mezon ustiga qurilgan. Qonun bilan qonuniyat o'ttirisidagi munosabatda avval qonuniyatning mezoniga bo'ysunish, ondan qonunning nizomiga murojaat qilish kerak. Har qanday oilada bu xil qonuniyat ingi ojizlab, qonun ingi kuchayib ketadigan, undaq oila raqobatlashayotgan raqiblar so'riniga aylanib qoladi. Bir oiladagi har bir a'zo o'zining qonuniyatga uyg'un bo'lgan salohiyatini aniq tanisa, ya'ni dadaliq, onalik, erlik, ayollik, bolalik salohiyatini aniq tanisa va shu asosda majburiyatini to'liq ado qilsa, bundoq oila oxirgi hisobda o'ziningla emas, balki bir jamiyatning, bir millatning sharafini yuqori martabaga ko'taradi. Zamonaviylikni yetakchi shuar qilgan hozirgi zamon jamiyatida inson tabiatiga yetarlik hurmat qilish, er bilan ayoldan iborat ikki jins o'ziga munosib mas'uliyatni ustiga elishda qadamiy muqaddas tangpungliq kun sayin buzilib ketyotadi. Erkinlik, barobarlik shuari ostida erlarni bir yoqqa qayirib qo'yib, oiladan iborat illiq uvasini tashlab qo'yib, o'zini sirtqa etayotgan ayollar kun sayin ko'paymoqda. Mushundaq namuvofiq yuzlanish sababidan buzilgan oilalarning soni shiddat bilan oshmoqda. Oila nizomi jihatda erkinlashgan oilalar nihoyat mushkul axloq krizisiga patmoqda. Unutmaslik kerakki, qon kechib qurbon berib qo'lga keltiradigan erkinlik bor. Shundaqla yana olqinida tursimu ikkilanmay cho'rib tashlavasi bo'ladigan erkinlikmi bor. Shuni erkinlik masalasini oilaga tatbiqlaganda boshqacha o'ylashib beqish kerak. Meningcha erkinlikni emas, majburiyatni shuar qilgan oila falokatchilikdan yiroq oila. Ikkinchi, onalarni qora qo'yiq ulug'lash hodisasi haqiqiy ulug' onalarga qilingan adolatsizlik, hatto haqorat bo'lib hisoblanadi. Agar onalar barliq onalarga o'rtaq bo'lgan bola tug'ish, emitish, cho'ng qilishdek umumiy shart bilan ulug'lansa, o'z navbatida bu boshqalarning baxt saodati uchun ko'yib pishadigan, haqqoniyat yo'lida qurbon berishga to'g'ri kelsa ikkilanmay qurbon berishga tayyor turadigan fidokor, botur, g'ururlik, mas'uliyatchan onalarga qilingan adolatsizlik bo'ladi. Onalar orasida avlodlarning istiqboli ustida kechilari kirpik qoqmay o'ylanib, go'zal kelajak, parlaq istiqbol va g'olib oqibatlarning orzusida yilondek to'lg'inib, o't otash bo'lib yonadigan onalarmi bor. Tong otqucha ayshi ishrat klublaridagi ko'lchaklarda o'zib, o'zgalarning karvatlarida xudini yo'qotgan holda eg'inab, er va bolalarini nomus daryosiga g'arq qilib, haqorat o'tida ko'ydirib puchilayotgan onalarmi bor. Hayot mamotliq sinoqlarga duch kelayotgan xalqning g'emini yeb,
uning mavjudligi uchun barliq farosatini ishqa silib va barliq jasoratini namoyon qilib yashayotgan munavvar onalarmi bor. Yo'ldan ozg'onlarning kechida adishib qolmasligi uchun gulxon yoqadigan, ular mangmoq bo'lgan cho'llarga quduq ko'lab yashashni sharaf deb biladigan onalarmi bor. Ajdodlarning tarixiy shuhratlaridan iftixorlanib, ularning jangovar ruhidan kuch madad elib, ajdodlarning sha'niga nur beg'ishlash qo'yida izlanib yashaydigan faxrlik onalarmi bor. Öz ajdodining qotilini öz qo'ynida huzurlantirib yashashga odatlanib ketgan la'natkarda onalarmi bor. Onalarni muayyan o'lcham va prinsip bo'yicha ulug'lamay, bola tug'ish, emitish, cho'ng qilishdek shartni hozirlaganligi uchun qora qo'yiq ulug'lash milliy psixikimizda parvosizlik, mas'uliyatsizlik tuyg'usining ustunlik qozonib ketganligining ifodasi. Bilishimiz kerakki, inchga puxta ish ko'rish ruhi ojiz, farq tuyg'usi mujmal, masalalarni haqiqat nazari bilan ko'zatishga odatlanmagan bir millatning qimmat tarozisida ko'p hollarda go'har bilan toshning qimmati o'xshash. Bizga o'xshash yuksalishning qo'yida kech-kunduz tipirlayotgan bir millatga nisbatan aytganda, ulug'lash obyektini to'g'ri bekitanmay, ulug' degan bu oliy markini kimga chaplashni anqiramay qaymoqib yurish bakmo bechoralikdir. Navoda bola tug'ish, emitish, cho'ng qilishdek shartni hozirlaganligini o'lcham qilib turib onalarni ulug'lashga to'g'ri kelsa, esimizda bo'lsinki, Jallod Shingshisayning onasimi bu o'lchamga butunlay tushudi. Ayollar turmusidami bu shartni hozirlagan ayollar ko'rmang. Ammo ashular ulug' ona deb ta'riflashga arzimdi. Ko'rinib turibdiki, onalarni kaskanmas ulug'lash haqiqiy ulug' onalarga qilingan ochiq haqorat. 3. Onalar bola tug'ish, emitish, cho'ng qilish shartini hozirlaganligi tufayli ulug' deb sifatlansa, bu sifatlash fiziologik sabab tufaylidan farzand ko'rish baxtiga muyassar bo'lmagan ayollarni kamsitganlik bo'lib hisoblanadi. Tug'ish ayollarning tabiiy iqtidori. Shundaqla o'rtaq fiziologik xususiyati. Bir jamiyatning onalarni bundoq bema'ni ulug'lashi oldida farzand ko'rinmaslik qismatiga mubtalo bo'lgan ayollar nima deyishni bilolmay qoladi. Gunohsiz ayollarni o'ng'aysiz holga tushirib qo'yadigan bundoq mantiqsiz ulug'lash hodisasining boshqalarga keltiradigan besimini sal chog'lig'ili bo'lmaydi. Amaliyotda noqul holda bola tug'ib ona bo'lish uchun hech qanday saviya yoki sapo oldingi shart qilinmaydi.
Hatto bu ish ba'zi go'sgocha ayollarning qo'lidan keladi. Mundaqcha aytganda, aqlining, ruhining qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, jismoniy jihatdan sog'lom bo'lsalar, nomdagi onalarning sepiga qo'shilishning sharoitini hozirlagan bo'ladi. Biroq o'z farzandini insondek yashashga ega qilishning sharoitini hozirlash boshqa bir gap. Bundaq sharoit har bir onada pok aqida va muayyan nishon, belgilik sapo va sifat, qiyin tanlashga duch kelganda jafo mushaqqatdan hatto o'limdan qo'rqmaydigan ruh hamda o'zga bilan o'zi o'ttirisidagi strategiyalik manfaatni ko'ralaydigan o'tkir ma'naviy ko'z bo'lganda ondan hozirlanadi. Mana shundoq onaning quchuqida cho'ng bo'lgan balalar bir millatning ijtimoiy gavdasiga hayotiy kuch bo'lib qetiladi. Bundaq sharoitni hozirlamagan onalarning quchuqida cho'ng bo'lgan balalarning ko'pinchisi gezi kelganda bir vaqtlik tamoq uchun qilchi ikkilanmay setiladi. 4. Onalar bola tug'ish, emitish, cho'ng qilish shartini hozirlaganligi tufayli ulug'lansa, buningdan qancha ko'p bola tug'sa shuncha ulug' ona, qancha oz bola tug'sa shuncha tovan darajalik ulug' ona, tug'masa ulug' emas degan bema'ni yakun kelib chiqadi. O'ylab baqsaq, podachining qimmati mol chorva sonining oz ko'pligida emas, balki o'z podasiga bo'lgan mas'uliyatida ko'riladi. Mushu ma'nidan aytganda, onaning qimmati o'ziga yuklangan mas'uliyatni, ya'ni farzandlarni zamonning talabiga, millatning ehtiyojiga munosib yaramliq avlodlardan qilib tarbiyalab chiqarishida ifodalanadi. Agar onalarni ulug'lashda bola tug'ish, emitish, cho'ng qilish shart qilib olinsa, har qancha bilimlik, har qancha fazilatlik ayol bo'lsa-mu, bu xil ulug'liq shartiga yiqilishamaydi. Hammamizga ma'lumki, Iparxon yatti qizlarim Nozugum Rizvangulla ona emas, balki qizlardir. Ular necha asrlardan beri nima uchun unutilmay ulug'lanadi? Ular hurlik uchun tavranmay kurash qilganligi, o'zlarining insoniy qadr qimmatini hammadan oliy bilganligi, boshqalarning baxt saodati uchun fidokorlik bilan qurbon berganligi uchun ulug'lanadi. Biz yuqorqi bema'ni shartni ashu unutilmas qahramon qizlarimizga qo'yishga petin olaymizmi? Tangri ato qilgan tabiiy iqtidor va hamma ayollarga o'rtaq bo'lgan fiziologiyalik alohidalikni chiqish qilibla onalar ulug' deyish haqiqatan kulkilik. Har qanday qiz balog'at yetganda fiziologiya nuqtasidan ona bo'lish salohiyatini hozirlagan bo'ladi. Mushu ma'nodan biz ularni ulug'liq martabasiga ko'tarilish oldida turgan kishilar kandidat ulug'lar deb aytsak muvofiq bo'lamdi. Bola tuqqan, emitgan, cho'ng qilgan onalar uchun aytganda, ona degan so'zning o'zida kifoya. Shu tufayli onalarni qora qo'yi qoldi ulug'lash normalsizlik. Ammo har bir kishining o'z onasini qanchalik darajada yaxshi ko'rishi, kutishi, hatto onam dunyodagi eng ulug' ona deb tushunishi o'zining erki. Bundaq hissiyotni tushunishga bo'ladi. Onam ulug' degan so'z bilan onalar ulug' degan so'zning xarakter va ma'ni farqi nihoyatda zo'r. O'zining onasini ulug' ko'rish bilan umumiy onalarni ulug' ko'rish prinsipal masala. Bu yerda hissiyot bilan haqiqatning munosabatiga yotadigan nozik farq mavjud. 2008-yili yozildi.